Mana payshanba kuni asrdan keyin juma kuni hisoblanadi. Juma kuni nega Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buyurdilar g'usl qilishlikni? O'sha kuni tirnoqlar olinishligi, sochlar yuvilishligi, butun jasad yaxshilab yuvilinishligini nega aytdilar? Payshanba kuni kechqurun demak, asr namozidan keyin haftada bir marotaba insondagi zararli kasalliklar, zararli moddalarni Alloh qudrati o'laroq badanni tashqarisiga chiqaradi Alloh taolo. O'sha kuni, o'sha juma vaqtida g'usl qilinganda o'sha kasalliklardan inson forig' bo'ladi. Nega u davolanishlikni aytyapmiz? Nega inson uchun mana shu narsalarni payg'ambarimiz sunnat o'laroq tavsiya qildilar? Bu ham bo'lsa Alloh taoloni bizga bergan ne'mat. Aslida unday g'usl qilishlik, tirnoqlar olinishligi